Shunaqa bo'ldi-da, o'rtoq. Boshim nimagadir taq etib urildi. Yo'q, qo'qsi. Ozg'in qizlar haqida. Zebo hozir o'zimga o'xshagan ozg'in do'konimga kelsa, men tashlab qo'yaman. Ana suyi tegsa qanaqa shaqillaydi? Shunaqa ovoz chiqyapti sizlardan. Nimdoq to'g'risizlar? Sal bo'lsa shu gramiz bilsin do'mizda. Kimdir ko'rsatish bilan, kimdir bekitish bilan ovora. Sizni topolmayapman. Oldingizda nima bor? Yonimda ikkita qiz bor ozg'in. O'tda bitta qiz turibdi-yu. Sal bundoq turlaring ozg'inligingdan keluvingni bitta odamni bo'ylashyapti uzoqdan. Ha, ikkita ekan ular. Hozir boraman. Kuchingni ishlab chiqsana. Yengillik qolmish shekilli, men ikkita qishab kelib o'tirib tur. Shunaqa. Menga doimgida yarimta, menga 5 ta. Keluvinglar bir xilsizlar, meni ko'p ovqat yeydi. Men o'zim uchun ovqat yeyman. U bo'lsa ichidagi qurtlar uchun ovqat yeydi. Nima bo'pti? Oyog'im ham o'zimga o'xshaganda uzun eni yo'q, yon ochilib qolyapti. Amana paxta tiqing. Voy, ha, muncha xursandsan? Iskandar Building Semizbon loyihasida uy oldim 48 oyga bo'lib to'lash mumkin ekan. Shunaqa xursandman, ancha arzonga tushyapti. Muncha uzun tabriklayman. O'zi ozg'in bo'lsalaring, muncha bunaqa keng o'tirasan. Sanlarga sovg'a olib keldim. Qani ko'rsat. Seving, senga korset belingni ingichka ko'rsadim. Ustida kulvasam o'zi bir xarid-ku. Ha, bo'pti, Sevinur senga ozdiradigan dori olib keldim. Endi bosh tushdi bu yoqqa. Rockstar.